Bugün okuyduğum hikayemiz Maymunçak'ның Şapdıl Üzüşü. Burunның burnusida bir bağның keyinde, bir ormanlıqның yenida bir to'p maymunlar yaşaydı ekan. O maymunlarning ichida bari sho'x bir kapsiz maymun bor ekan. Butun maymunlar uni sho'x maymun, kapsiz maymun deb atashar ekan. Bu kapsiz maymun bir kuni tog'dan tushib, sizlarga jip deydigan narsa alg'ash kelma, meni saqlab turinglarchimi deb tog'dan tushibdi. Tog'dan tushibdi-yu, shunda o'xshagan bir shabdon zarliqqa kelibdi. Wow! Nima degan yo'g'on, nima degan qizil shabdonlar bu? Men bu shabdonlarni adashtırib olib bersam, behush bo'lib ketadi-chimi? Toza üzeyçi. Üzümü toza yuvalay, andikin dostlarımga ağaç borayçı, deb toza üzüptü. O yolda şunda hoşal kötürüptü-yu, deb hasrabindib, hoşalliqidan qanqini qatmay ketayotgan chog'da, yo'lda shunchalik o'xshab ketgan qundoqliqda ko'k boshlarni ko'ribdi. Oldular. Bu şaptını almay, muş kök başlarını apasam, dostlarım behuş olup ketidi. Deb üzümü yaptı da, kök başlarını toza üzüp, kötürüp, toza ilg'anishib ketayotgan chog'da, issiqdan biri jonlari taqildab ketibdi, o'pkalari qurib ketibdi. Shundoq yerib, tillari sang'ilab ketibdi. Bugun nima degan issiq? Voy deb turib ko'zini ichib shundoq atrof qarasa, nimadan bezlik puraydi deb shundoq qarasa, tovus, nimaga o'xshagan tovus bu debdi-da, yugurib birini uzib yerga ko'mdirib ikki parcha qilib o'zi hum qilib yeritibdi. Shuning bilan do'stlarga qo'noq emas tovus aytishni o'ylabdi. Tavusni öptü-de, dümdüzgüştüp, ilg'amlab ko'tarilmay, deb uyga qaytib olsa, birdilla nihoyatda chiroyli uzun quloqlari bor oppoq bir bo'jinadan birini ko'ribdi. Bu bo'jina taqlabdi, o'ynabdi. Bo'jina degan toshqonning bolasi-ya. Biz toshqonning bolasini bo'jin deymiz. Şunun bilan bo'ldilar. Bu tovuzni yuvarsam ishdan tugaydi. Opasam, uningdan bo'jin opasam, do'stlarim toza o'ynab oladi-a. Ajab o'moqkan deb tovuziga bir tashlashga to'g'ri ikki parcha bo'ldi. U xayolan kelib chiqmabdi. Shuning bilan butun hissiyoti bilan bu bo'jinni qo'g'lash boshlabdi. Qo'g'labdi. Bu bo'jin yomon-ku. Egizga sakrabdi, pastga kiribdi, qamoq qiribdi, o'toqqa borsa qiribdi. Oxiri bu maymun bo'jinga faqat yetisholmabdi. Yeri jin chiqib qolay deb qopti. Ajab yomon-ku bu bo'jin. Buni tutolmadim deb shundoq qarasa, kun botay deb qopti emasmi? Ishtik bo'lay, uyga ketib olaychimi? Qara, kun bataylam deb qopti. Kech qolmay yana, kech qolsa qop-qorong'i qolsa qo'rqib ketaman. Deb 10 daqiqa yopishib uyga qaytishga qoldiribdi. Lekin buni chiroq to'kilgan maymunlar cho'qirishib ketadi. Kapsiz kelyapti-da. Qaranglar, kapsiz kelyapti-da. Bizga qanday ne'matlarni og'ash keldi-ki, deb ko'z bilan uni shunda esil ne'matlarni akilishini kutibdi. Ular degan qiyin cho'qan bo'lib, maymunlar kapsiz maymunlar oldiga yugurib beribdi. To'limi afsus, bu kapsiz maymun hech nima qilinmabdi-a. O'g'limga shunchalik hijil bo'pti. Kechiringlar, men hech nima o'qiolmadim deb bakmi hijolat bo'pti. Biz bu hikoyada
Shuni ko'rib oldikki, Uyg'urlarda tanlagan tozga uchrar deydigan gap bor. Shunga uni olmayman, buni olmayman, uni qilmayman desa, oxirida quruq qo'l hech nimaga erisholmaydi ekan. Shunga biz undaq uni olmayman, buni olmayman, uni yemayman, buni yemayman desa bo'lmaydi ekan. Opam-dadanglar bozorga chiqib qo'nchoq olib beray, nima olasizlar desa, mani olaman, mani olaman desa, hech nima ololmaysizlar. Opam-dadanglarniki bo'ldi, undan so'ng ko'rsatsa hech nima olmaydi ekansan, uyga ketaylik deb hech nima ololmaysizlar. Uningdan o'zinglar yaxshi ko'rgan birini tanlab, birini elishinglar, olsanglar, o'zinglar bir o'yinchoq bo'lib qolsizlar. Uyda shu tomoqni opam-dadanglar, "Balam nima yeysan?" desa, "Mani yeyman" desa, onangdiki oldinglar qoldikin opanglar, bu tomoqni hammani bir kun atkili bo'lmaydi, balam deb boshqa bir tomoqni etib berdi-da, o'zinglar yaxshi ko'rgan tomoqni yemay qo'ysizlar. Oldinglarga bir nima qo'yib bersa, tomoq qo'yib bersa, undikin mani yemayman deb hamma tomoqni chiqarib yotsanglar, tomoqdagi yeydigan sayko'kdan, go'shtlarni olib chiqarib yotsanglar, onangdiki o'zinglar qo'rqib kichik ahmoq bo'lib qolsizlar, badaninglar hech nimaga erisholmaydi. Shunga bir narsalarni ko'p tanlash yaxshi emas ekan. Oldinglar, xo'sh